Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aylangan taksi, qayerga taksi? Kurrantda oldiga 3 ta taksi kerak edi. Zakazingiz qabul qilindi, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Ko'p buyurtma bajarsa, ko'p taksi buyurtma qilsa sovg'ami? Buyurtma qilish bunaqa bo'ladi. Uchalasi ham bir vaqtda kelyaptimi? Chiqilib menga bo'lsin deb uchalasi. Orient taksi. Aka, assalomu alaykum. Hozir borman. Aka, mashina orqasidan haydab yurasizlar? Aka, assalomu alaykum. Mashinaning orqasidan haydab yurasiz, aka? Orient avto yo'lli bo'lsa ham juda ham lidu. Qadrlini qadrlida Orient qadrdo. Kengacha olib kelar hattoki. Aka, bu mashinalar ham bu joyga chaqirilganmi? Ha. Bitta joyga 3 ta mashina. Orient taksida skidga ketyapti, aksiyaga ketyapti. Qancha ko'p taksi buyurtma qilsangiz, yutish imkoniyati shuncha ko'p bo'lar ekan. O'shaning uchun bitta sovg'a ilinib qolay deb 3 ta taksi chaqira qoldim bitta manzilga. Endi shofyorlar ham sovg'a yutsin deyman-da. Ular qancha ko'p zakaz bajarsa, ular ham sovg'a yutar ekan shofyorlar. Sizlarga ham omad tilab qolamiz. Rahmat. Aytgancha, sovg'alar soni cheklangan, haydovchilar va mijozlarimiz juda ham ko'p, 25 ta sovg'a. Bu sovg'alarning egasi siz bo'lishingiz mumkin, haydovchilar. Tezroq, mijozlar ko'proq buyurtma. Orient taksi tuni kun xizmatda. Orient taksi. Orient yangi yo'l.